isitish pechini to'g'ri o'rnating. Birinchi qavatda bo'lsa, albatta tashqariga chiqishga harakat qilish kerak. Siz qaysi ma'noda oila a'zolaringizga, qarindosh urug'laringizga va bolajonlarga tushuntirsak, yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tayyorlab, favqulodda vaziyatlar vaziri. Tomonlatib, ularni haligi lampochkalarni yoqmaslik, uyga chaqirmaslik, manzil, yashash joyi va boshi zilzila bo'lganda boshini berkitib, biror bir pana joyga o'tiraman. Zilzila bo'layotganda eshiklar va parda, stollarning tagiga boshimizni egib turishimiz kerak. Zilzila bo'lganda ochiq joyga chiqib turish kerak. yaqinda hamkorlik qilish kerak. Ertagaga mana yangi 40 minut ish beriladi.